2 haftalik burun operatsiyasi natijasini ko'rsataman. Bemorimiz uzoq yildan beri nafas olishga qiynalgan. Burunga ochadigan spreylar ishlatardingiz, qancha vaqt ishlatdingiz? 12 yil. 12 yil ishlatgan ekanlar. Men ham to'g'risi hozir bildim. Ya'ni uzoq yilligini bilardim, lekin 12 yilligini bilmasdim. Natijani ko'rsataman. Burun to'siqlari ideal darajada tekislangan. Chig'anoqlari korreksiya bo'lgan. Nafas yo'llari 100% ga ochiq. Xohlasan, yaralari bor, bular hali tushib ketadi. Mana bu taraflarni ko'rsataman. Burun yo'llari ideal darajada ochilgan, xudo xolasa, mana yaralari tushib ketadi hali. Bundan ham zo'r bo'ladi. Bosh og'riqlari qoldimi? Qoldi. Qoldi. Burunga sprey ishlatmayapsizmi? Yo'q. Xudo xolasa, bizdan xursandmisiz? Ha, operatsiyadan qo'rquvdingiz, qanaqa bo'ldi? Og'ir, yengil? yo'q, yengil bo'ldi. Yengilmi? Og'riq sezmadim. Juda ham yaxshi. Haligacha mana jimliq og'rimayapti. Zo'r. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.